Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Yo'ldoshev. O'tgan safar banknotimizni arzon qilib ko'rsatgandim. Bugun esa banknotimizni kuchaytiramiz. Mana shu o'yinchini oldim. Hozir sizlar bilan bugun sizlar bilan 3 ta o'yinchini qo'shib qo'yganman. Uchovini ham olishga harakat qilaman. Albatta uchovini olaman. Bu endi hozir esa Vinicius Juniorni olib qo'yamiz. Chunki Vinicius Juniorda vaqti kam qolgan. Shunga. Va tezliklari 95. Tezlanishlar 92. Tezlanishlar 95. Tezlik 93. Adashdim. Mana. Haqiqiy yakon. Bitta katta kuchaytirgichda Ronaldo bilan Silva. Kimga tushar ekan? Muhammad Salah. Hech mana shu 90 bo'lmayapti. Tezlanish 97 bo'ldi. Eng muhimi shu. Silva yana. Tezlanish 90 bo'ldi. U normal darajada kuchayapti. Son. Tezlanishi 92 bo'ladi. 85. Oxirgi kuchaytirgichimiz. Tezlanishi 88. Buning ichini mayli. Shu akalar, mana shu ikkita o'yinchini ham olib qo'yaman, xudo xohlasa. Vinicius Junior. Men eng xursand bo'lgan joyim mana qanday kuchayotgani, buni zo'r kuchayaptilar. Va sizlarga yana bir yangilik, men qora o'yinchiga ozgincha qoldi menga, qora o'yinchiga. Bu qora o'yinchini ham ochib ko'rsataman sizlarga ko'z oldilaringda. Va akkauntni qop-qora full qilib, ko'zda oldinglarni qora full qilib uni qilaman. Akalar, shunday qilib videomiz tugamoqda. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like, obuna, komment yozib qoldiringlar. Agar bo'lmasa, agar like, komment ko'p bo'lsa, mana shu akkauntimizda bitta o'yin o'tkazamizda, mana shu akkauntimizda beraman. Agar 100 ta like yig'ib beringlar, 20 ta obuna bilan 100 ta like yig'ib beringlar. Bugun necha? Bugun 24-yanvar. 24-yanvar bo'lsa, 27-yanvar kuni 26-yanvar kuni aniq bo'ladi. Agar shunday qilib 100 ta like, obunachilarni aytganimdek 60 tami qilib 30 ta obunachi qilib bersalaring, ishoninglar, mana shu akkauntda shunday tekinga shunday o'yin o'tkazamiz. Shunday kim agar o'yin g'olibi bo'lsa, siz mana shu akkauntni shunday beraman. Gapim gap, erkak gapi. Mana shu akkauntni kim bo'lsa ham g'olib bo'lsa ham beraman. Afsuski, turnirda o'tkazib qo'ydim. 57-97 ozgincha qolibdi-ki, 52 levelga chiqish uchun. Stadionlar tomoch full xatoymidek. Men sizlarga aytmoqchi, kuboklarni ko'rsatmoqchi edim. Mana shu kubokni ochishga harakat qilyapman. Ocha olmayapman afsuski. Tezlashtiramiz biroz.
Akalar o'zlaringni ham, opalar o'zlaringni ham ko'rmoqdasizlar. Ana ko'pdi-ku. Ha. Bugun yoqqanmasa like comment. Kutib qolaman sizlardan. Sog' bo'linglar, jonlaring omon bo'lsin. Go.